Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana Hasanboy qassobdan biz doimiy ravishda go'sht mahsulotlarini sotib olamiz. Mana bugun 3-o'rin bo'lsa ham yutuq chiqibdi. O'zi doimiy ravishda go'shtlarni har olganimiz o'zi bonusi bilan beryapti. Juda yumshoq, shirin. Hammasi ovoz go'shtlari. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, qadrdonlar, klientlar. Mana biz bugun yana haftani seshanba kuni o'yinimizni boshladik. Hurmatli aka-ukalar, sizlar ham o'zlaringizni omadlaringizni sinab ko'ringlar. Borgan sari o'yinimiz kattalashyapti. Akalar, qiziqish yanada ortaversin. Bundan bu yog'iga yanada kattaroq sovrinlar qo'ymoqchimiz. Aka, xudo xolasa yana bitta yangilik deb qo'yaylik. Mana yangi yilga aka. Yangi yilga mana shu yerga aka bitta avtomobil qo'yamiz. Hali rusumini yetmaymiz, lekin avtomobil qo'yish niyat bor. Xudo xolasa bu faqat sizlarni poddeshkalar bilan, yordamlar bilan bo'ladi. Bugungi o'yinimiz aka sovrin egalarini siz bilan aniqlaymiz. Haqobat aka, assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Aka, birinchi, uchinchi o'rinni aniqlaymiz, keyin ikkinchi o'rinda, keyin birinchi o'rin velosiped egasini aniqlaymiz aka. Qani boshladik. Hammaga omad. Haqobat aka, aynaltiring. Bismillahirrohmanirrohim. Yashadim. Aka, ellashtir gumon qo'ltiqdan ellashtirib tortdim. Ketdi. Bismillah. Aka, ochib nomerni aytib berasiz menga. Aka. Mana bismillahirrohmanirrohim. 91lik 91lik 112 34 raqami 3-o'rin bo'lib aniqlanadi. Endi aka omadda. Kimga tushsa ham omad xudo xolasa. Kameraga ko'rsatib. Kameraga bir ko'rsatib qo'yaylik, mana shu raqamni mana. Yaqinlashtirib ko'rib olaver. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Qayerga tushdik? Men Hasanboy qassobdan Bordan qishlog'idan. To'g'daqdan tushdim. To'g'daqdan aka, siz 3-o'rin bo'lib raqamingiz chiqib qoldi aka. Soat 3-o'rin. Aka, sizni soat 11da kim? Ismingiz nima aka? Ismim Yodgor. Yodgor aka, To'g'daqdansiz? To'g'daqdan. Bo'ldi, Yodgor aka, sizni rosa yarim soatda kutamiz. Imkoniyatimiz bormi kelishga? Qayda bor? Bo'ldi akajonim, sizni kutamiz. Rosa 10:30da sizni kutamiz aka. Bo'ldi. Salomat bo'ling. Xo'p. To'g'daqdan Yodgor aka ekan. To'g'daqda ham klientlar ko'p, hurmatli aka-ukalar. Keling, bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi o'rin. 2-o'rin. 1 kilo go'sht. Bismillahirrohmanirrohim. Mana To'g'ri, ketdi. chiqdi. Keling, Bismillahirrohmanirrohim. bunga chiqargan ha. Qani, 91lik 91lik 204 204 90 60. 60 raqami. Mana. Yana bir kameraga ko'rsatib qo'yaylik. 2-o'rin. Ikkinchi o'rin. O'tgan safar 2ta o'rin Bordan qishloqqa tushdi, Aqilbek aka. Endi To'g'daqdan boshlandi. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Omad. Xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Lekin ishlaydi bu raqam, ha? O'chirilgan deyapti, lekin ishlaydi. Yana bir bor kerak. Hali keyin telefon qilib chaqirib, keyingi syomkada chaqirib o'raveramiz. Unga. 91lik. Nima? 91lik. 91lik, ha? 204 90 60 raqami. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Hurmatli aka-ukalar, 291lik 204 90 60 raqami 2-o'rin bo'lib aniqlandi. Haliroq bir telefon qilib chaqiramiz, xudo xolasa. Aqilbek aka, 1-o'rinni aniqlaymiz, ha? 1-o'rin. Rahmanrohim. Gelik. Gelik mobil. Kim uni damas tutib oldingiz siz?
Gelik. Kimga ketdigan gelik? 9 emas. Ha. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. 97 lik. 90 to'xtam. Nimasi bilan terakchi kodi bilan? 97 lik. 624 624 0402 0402 mana shu raqam o'ta tanish ekan, mana ko'rsatamiz. Aha. Mana Hurmatli aka-ukalar. Velosiped ketdi. Akalar mana shunaqa o'zlarini omadlarini sinab ko'ringlar aka. Постоянно nova so'ylari YouTube tarmog'imizga Hasanboy qassob deb yozsalang YouTube'da chiqadi. So'ylab turgan buqalardan har bittasini ko'rsatish doirasidan tashqarida. bu ham xizmat doira. O'nni kimdir o'ynaversa ham bo'laveradi. Yo, bu kecha ko'pchiligi kecha undan oldingi kuni tog'chilar keldi-da. Kecha ham kelishdi. Biz tog'da bo'lamiz, o'chirilgan bo'lib qolishi ham mumkin. Nima bo'ladi deyshodi? Agar o'chirilgan bo'lib qoladigan bo'lsa, syomka jarayoni ertagalikka qoladi. Ertaga chiqaramiz qolganini. Iloji yo'q. Yoki u akalar kelish kerak. Hurmatli aka-ukalar, yana bir marta teraga Rasulbek aka nima dedingiz? Ha, iyi. Jumatda terib ko'raverim. Jumatda terib qo'yaylik. SMS yozib Ha, qo'yamiz. Vamzivani boradi-yu. Qana bo'lsa. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Hurmatli aka-ukalar, qadrdonlar, ikkinchi o'rin bilan shunda birinchi o'rin nima bo'lyapti? O'chirilgan deyapti. Shunda ha? Bo'ldi. Bu akalarda xudo xolasa haliroq abitda yoki abitdan keyin telefon qilib topishga harakat qilamiz yoki Telegramdan topamiz. Sizlarda ham telefonlar mana shunaqa o'chirilgan deydigan bo'lsa, Telegramdan bo'lsa ham topib yutuqlar topshiramiz. Bunaqali o'chirilgan desa, o'chirilganiga boshqa totavermaymiz. Hammasi halol bo'lyapti. Aka, nima dedingiz bu o'yinga? Juda halol, zo'r. Bo'laveradi aka. Ha, juda zo'r. Xudo xolasa ularni keyingiga ko'paytiramiz deyapti yana. ko'paytiramiz. Aka, yaxshi niyat bor. Yangi yilga hozir yetmaymiz. Yetib qo'ysa qiziq qolmaydi. Qiziq qolmaydi. Yangi yilga lekin ana shu bitta kalt topshiramiz. Kimda omadi kelsa, o'shanga topshiramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Keyingi syomkada ko'rishguncha salomat bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, aka-ukalar, klientlar. Mana sovrin YouTube egalari kelishdi. Yodgor akamiz 3-o'rin bor, 1 kilo jigar yutib oldi. Abdumo'min akamiz 2-o'rin bor, 1 kilo go'sht yutib oldi. Kamoliddin akamiz Tuvodaqdan velosiped yutib olishdi mana. Hurmatli aka-ukalar. Rahmat yashang. Endi sovrinlar topshiramiz. Kamoliddin aka, Alloh nasib qilsin. Xo'sh, 1 kilo go'sht Abdumo'minjon. Salomat bo'linglar. Yodgor aka. Aka, sovrinlar olasizlar. Rahmat. Rozi bo'lasizlar. Endi lahlar to'g'risida. Hozir qarang, go'sht olasizlar, har doim novvos so'yilyapti, novvos go'shtlar olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Haqiqatan rost ekan. Ko'ramizlar hammalar. Ishonmoqda lekin rost ekan rahmat. Rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Kelinglar, bo'linglar. Go'shtdan olinglar. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana Hasanboy qassobdan biz doimiy ravishda go'sht mahsulotlarini sotib olamiz. Mana bugun 3-o'rin bo'lsa ham yutuq chiqibdi. O'zi doimiy ravishda go'shtlarni har olganimiz o'zi bonusi bilan beryapti. Juda yumshoq, shirin. Hammasi novvos go'shtlari. Doimiy klientimiz. Kelaverasizlar do'stlar. Hurmatli aka-ukalar, bu yaqinlarimiz o'ta hurmatda, hammalar hurmatdasizlar. Bu akalarni ham o'ta darajada hurmat qilaman. Rahmat sizlarga ham. Sizlarni hali poddeshkalaring bilan, yordamlaring bilan xudo xolasa mana shu darajaga keldik. O'tgan videoda ham yetib qo'ydim. Xudo xolasa yangilik bor. Mana yangi yilga avtomobil qo'yamiz. Hali modelni yetmadik, xudo xolasa qo'yamiz uni ham. Xudo xolasa. Bizni kuzatib turgan hurmatli aka-ukalar, Hasanboy qassob YouTube'ga yozsalang chiqadi. Bittadan like tugmachasini bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Sizlar uchun 24 soat xizmatdamiz. Keyin toqqa dam olgan boruvchilar, to'y va marosimlar uchun 5 kilodan tepasini 115 ming so'mdan qilib, yog'ini bonus qilib beramiz akalar.
Sizlarni kutib olamiz. Salomat bo'linglar. Xush ko'ribsizlar.